Mana kuni kecha O'zbekistondagi tadbirimizni yakunlab, bugun esa Turkiya davlati Istanbul shahridagi Haj va Umra ziyoratlari ko'rgazmasida o'zimizni O'zbekiston Umra ziyoratlari assotsiatsiyasi stendi bilan qatnashib turibmiz. Bugungi kunda O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi, qolaversa Saudiya Arabistoni o'rtasidagi bizning rishtalarimizni yanada qattiqroq, mahkamroq bog'lash niyatida ushbu ko'rgazmada tashrif buyurib qatnashib turibmiz. O'ylaymizki, o'sha 3-iyun kuni bo'lib o'tgan Prezidentimizning turizm sohasiga oid selektor majlisida aytilib o'tilgandek, katta yirik tadbirlar O'zbekistonda tashkil etganlarni qo'llab-quvvatlash haqida juda chiroyli gaplarni gapirib o'tdilar va biz albatta bundan ilhomlangan holda mana kuni kecha Toshkent shahrida tadbir o'tkazdik. Toshkent shahridagi tadbirimizda qariyb 400 dan ortiq chet ellik ziyoratchilar, ishtirokchilar qatnashishdi. Undan tashqari 4000 ga yaqin O'zbekiston fuqarolari kelib bizni ziyorat qildilar. Barchalari mamnun qoldilar. 5 yulduzli nufuzli tadbir bo'lib o'tdi. Bugun esa mana Turkiyada Istanbul shahridagi mana shu ko'rgazmada o'zimizni stend bilan qatnashib turibmiz. Juda ham qiziqish katta. O'zbekistonni o'sha ayni ziyorat turizmi yo'nalishiga Turkiya tomonidan, Saudiya Arabistoni, boshqa mamlakatlar tomonidan bugungi kunda juda ham qiziqishlari juda ham o'zgacha. Shuning uchun biz bu yerda o'zimizni stendni har yili davomli tarzda tashkil qilishga kelishib oldik. Mana memorandumlar ham imzoladik. Xudo xolisa bu yog'iga doim birgalikda ikki davlat o'rtasida mana shunday bordi keldilarini amalga oshirishga kelishib oldik.